benzinni narxi ko'tarilib ketdi, Tracker 2 ni bitta tokda zaryad qilib yurg'azib ko'ramizmi, nima deysizlar? Elektromobil uchun zaryadkani korxonalar oldiga qo'yishni tavsiya qilamiz. Uning uchun nima kerak bo'ladi? 400 kV transformator yoki 630 kV transformator kerak. Transformatorni sifatli o'rnatish bo'yicha pastda nomerlar bor, telefon qilsanglar zo'r qilib bitiraveramiz. Undan tashqari elektr energiya bo'yicha barcha hujjatli ishlarni yurg'azamiz. Masalan, tadbirkor akalar diqqatiga, konditsator qurilma yo'q bo'lsa, korxonalarda kosinus figa 3000 so'mdan pul to'lashinglar mumkin. Elektr energiya bo'yicha sifatli ishlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Undan tashqari, xuddi shunaqa mana elektromobil zaryadkada turibdi. Tracker elektromobilga o'xshab zaryadkada turish arafasida, xudo xolasa nasib qilib qoladi u ham. Elektromobil uchun hisobdan qo'yib berish xizmati, undan tashqari avtomatlar yoki transformator tok qo'yish xizmati kerak bo'lsa yoki xuddi shunaqa podstansiyalar, GGTPlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar, sifatini bitta ko'rsatay sizlarga. Elektr energiyani hamma uskunalari bor. Undan tashqari kraskasiga ham, metalliga ham sifatli qilib yondashamizda, zo'r qilib korxonalarga hujjati bilan kalitini olib borib topshiramiz.